Ukajon, qayerdasan? Chiq, ukajon, biz ketyapmiz seni. Farg'onada bank xodimi mijozni o'ldirib, jasadni kanalga tashlab yubordi mazmundagi xabarlar tarqalganida, ayni vaqtda jasadni qidirish ishlari davom etmoqda. Yaqinlariga sabr bersin ilohim. Burchunto'va diqqat markazida Farg'onada sodir bo'lgan dahshatli qotillik tafsilotlari haqida. Farg'ona viloyatida bank xodimi tomonidan sodir etilgani aytilayotgan qotillik jamiyatni larzaga soladigan, oddiy jinoyatdan ham kengroq muammoni ochib beradigan hodisadir. Bu yerda gap faqat bir insonning hayotdan mahrum etilgani haqida emas, balki tizim, nazorat va ijtimoiy mas'uliyatning qanchalik ishlayotgan yo'qligi haqida bormoqda. Voqea mohiyati ma'lum bo'lgan tafsilotlar asosida. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Farg'onada bank tizimida ishlagan shaxs bir fuqaro bilan noma'lum sabablar tufayli janjallashib, uni o'ldirgan va jasadni kanalga tashlab yuborgan. Hozirda holat yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani aytilmoqda. Lekin bu yerda asosiy savol boshqacha. Qanday qilib moliyaviy tizimda ishlayotgan, ishonchli deb qaralgan shaxs bunday vahshiylikka qo'l uradi? Tanqidiy tahlil: kadrlar tanlovidagi jiddiy muammo. Bank bu oddiy ish joyi emas, u yerda ishlayotgan insonlar yuqori mas'uliyatli, psixologik barqaror, qonunlarga hurmat bilan qaraydigan bo'lishi kerak. Ammo bu holat shuni ko'rsatadiki, kadrlar tanlashda na psixologik tekshiruv, na chuqur monitoring yetarli darajada ishlamayapti. Pul bilan ishlaydigan tizim xavfli zona, moliyaviy bosim, qarzlar, noqonuniy operatsiyalar ehtimoli, bularning barchasi insonni jinoyatga yetaklashi mumkin. Agar bank tizimida ichki nazorat kuchsiz bo'lsa, korrupsiya, bosim, yashirin muammolar bunday fojiaga olib kelishi mumkin. Jamiyatdagi zo'ravonlikka nisbatan befarqlik. Eng achinarli tomoni, bu kabi voqealar endi odamlarni hayratga solmay qo'yayotgandek. Bu esa yanada xavfli. Jinoyat odatiy holga aylanadi. Inson hayoti qadrsizlanadi. Lavozim himoya stereotipi sinyaptimi? Ko'p hollarda jamiyatda shunday qarash bor. Agar u bankda ishlasa, demak u ishonchli odam. Bu voqea esa bu stereotipni chilparchin qilmoqda. Lavozim bu insoniylik kafolati emas. Keskin xulosa: bu hodisa oddiy kriminal emas, bu tizimdagi bo'shliqlar, insoniy qadriyatlar inqirozi, nazorat mexanizmlarining zaifligi natijasidir. Agar bugun bu voqea chuqur o'rganilmasa va xulosa chiqarilmasa, ertaga yana kimdir boshqa bir hurmatli kasb egasi, yana bir begunoh insonning hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Jamoatchilikka savol: nega biz faqat voqea sodir bo'lgandan keyin uyg'onamiz?